$103 ming dollarga sotuvda yangilangan Chevrolet Tahoe High Country. Avtomobil 2025-yilda ishlab chiqarilgan, 16580 km masofa bosib o'tgan. 6.2 litrli benzinli dvigatel, 420 ta ot kuchi. Holati a'lo darajada. Kraskalari top-toza, kapot va old faralari to'liq broneplyonka qilingan. Pnevmo podveskasi bor, ko'tarilib tushiriladi. Mashina eshigi ochganda elektron paroglari ham tushadi. Ichki qismi yangilangan, Cadillac'ga o'xshab ketadi, buni qarang. Adaptiv cruise control, Distronic, повышенный, пониженный передачalar. Avtomobilimiz polnopриводный, hattoki avtoparkovkalarigacha bor. Panorama, orqada monitorli, 3-qator o'rindiqlari, 7 ta o'rindiqli va eng qiziqarli joyini qarang. Mana bu narsani bosadigan bo'lsak, mana bu podlokotnik orqaga ketadi. Negaki, hozir ko'rsataman, 2-qator o'rindiqlari, kapitan o'rindiqlari bo'lgani sabab, mana bu podstakannikka 2-qator o'rindiqlarga ham yordam berish uchun bo'ladi. Bu yerda yana joy bor. Bu yerdan ham narsa qo'yishga joylarigacha bo'lar ekan. Yana bosamiz, bu yana qaytib o'z joyiga qaytadi. Telefon simsiz quvvatlash moslamalari, hamma narsa bor, head-uplari bor. Avtomobilimiz sotuvda, kimga qiziq bo'lsa, murojaat qiling. Mana shu raqamlarga bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi.